Men ismim Davirova Faima, 64-yil tug'ilganman. Yoshim 62da. Shu yil shu yerga Murod Shifa klinikasiga keldim. Men bu klinikani 2 yil davomida kuzatgan edim-da, televizorda. Kuzatib bordim, shu ko'ksa artroz bo'yicha, yana boshqa ko'p qancha o'simta kasalliklar bo'yicha davolanish uchun. Asosan men shu oyog'im bo'yicha keldim-da. Shu televizorda ko'rib, telefon nomerlarini yozib oldim-da. Dugona bo'lib keldik. Ishda dugona keldik. Bu dugonam jigar kistasi bo'yicha, bitta dugonam yurak bo'yicha keldi. Uyqusizlik shunday dedi. Keldik shu yerga. Mana shu Yulduz opa Abdullayeva klinikasiga keldik-da. Shu ko'ksa artroz men u yoqda tushgan analarimni olib keldim. Qog'ozlarimga qaradi. U vaqtida u yoqda ham davolanganman. 1-2 marta lechina olganman. Endi oz-moz vaqtinchalik foyda berdi-yu, unchalik darajada bo'lmadi-da. Keyin bu klinikani eshitib shu yerga keldik. Giyohlar bilan davolaydi deganga. Keyin endi ko'pchilik ishonmas giyohlarga, lekin men chunki ishonchman. Avvalambor ko'pincha men o'zi giyohlar bo'yicha davolanaydim-da, boshqa kasalliklar bo'yicha ham. Baribir giyoh tabiiyki, Ibn Sino bobomiz tabiiyatda vaqtida doktorlar bo'lmagan-ku, shu giyohlar bilan davolagan. Hozir meditsinamiz ham shu Ibn Sino tabiiyat bo'yicha ketyapti. Endi doktorlarga vaqtincha qolsa, bu giyohlar umri uzoqda. Chunki giyohlar kasalimiz ildizdan boshlaydi. Faqat uzoqroq davom etadi-da. Keldik, mana shu ko'ksa astral bo'yicha shu suyak yemirilishi 3-bosqich deb tashxis qo'ydi. Shu ana qildi, 13 kun yotasizlar dedi, uzoqroq ekan dedi, bunday qilsa yengil 10 kunga berar ekan. Keyin yotdim, ancha massaj, malhamlarni oldik. Bu yerda massaj bo'yicha Malohat singlim bor edi, undan Ahmad Ali degan ukamiz bor edi, massajchi. Igna terapiyalari qo'ydi, oyoqlarga malham. Mana Nargizaxon bor yerda, ginekolog bo'yicha Durdonaxon bor. Qarab davoladi. Keyin dugonam jigar kistasi bo'yicha keldi-da. U dugonam aytadi, O'zbekiston bo'yicha bormagan qolmadi, sihatgohim dedi. Hamma joyga boraman. Kichkina kistacham dedi, kattarsa kattari kichiraymadi dedi. Tavakkal qilib ikkimiz keldik. Ya 15 kun yotdik. Endi meniki bu yerda uncha katta apparat yo'q-ku, şey degan. Ana qilmadi. Lekin dugonam yana qayta ketayotganda, yana o'ziga tushdi. Ancha so'rilish bor dedi. Qolgan giyohlarni olib ketdik. 3 oy davomida ichib, yana qaytib keldik. Yana qayta tekshirib ko'rak, men oyog'im yaxshi bo'ldi. Oyog'imga menga qo'ltiq tayoq berdi. Shu davolanayotgan vaqtda dedi, sizni men yiqilgan edim-da. Tog'ay mana pardalar yirtilgan dedi. Shuning uchun dedi, mana giyohlar ichayotganda yurmang. Mana shu qo'ltiq tayoqda vaqtincha yurib turing, nagrisga tushmasin oyoqqa dedi. Ya shu aytganini qilib, faqat hech yoqqa chiqmadim, qo'ltiq tayoqda hovlida yuraman. Keyin yaxshi bo'lganga xursand bo'ldim deganimda aytdim, ichib bo'ldingmi sen ham? Ha, menim. Ikkimiz yana qayta tekshiruvga keldik. Yana ham oyog'im toza yaxshi bo'lish uchun-da, baribir sizga birdaniga yaxshi bo'lib ketmaysiz-ku. Endi avvalgidan ancha o'zgarish katta bo'ldi-da, kechqurunlar uxlolmaydim-da. Shunchalik og'riyga chiday olmaydim. O'tirsam ham, tursam ham, bir qadim yursam ham og'riydi. Keyin yaxshi bo'lganga xursand bo'lib yana qayta tekshiruvga keldik-dan. Keyin aytdim, o'zingizga tushmadim-da u kelganimda. Uncha muammo yo'q-ku, boshqa yana aytdim. O'ng tomonim osilganday bo'lib og'riydi, yotsam, navoda jigarimmi, buyragimmi dedim. O'ziga o'sha analizga tushsam, endi menga ginekolog tarafdan muammo chiqib qoldi. Ginekolog tarafdan bachadonda kista bor ekan. Men shu davolash bo'yicha keyin qolib ketdim. Xudoga ming qatla shukr, kista, buyog'i politma shu chiqib ketdi. Uni Durdonaxon davoladi, 10 kunda tushdi ular. Ana qilib o'zgarish katta. Bugun ketayotgandim, yana o'zi apparatiga tushdim. Kestamda ancha so'rilish bor. Endi qolgan giyohlarni uyga olib ketib ichaman-dan, yana qayta tekshiruvga kelaman. Juda ham xursand bo'ldim, kayfiyatim yaxshi. Kesta agar doktorga borsam operatsiya beradi-da, birdan olib tashlashga. Yarim jon bo'lib qoladi. Chunki men giyohga chin dildan ishonaman. Mana shu Yulduz opamning daldasi, ayniqsa bu davolovchi shifokorlari ham, mana xodimlar hammasi o'zi gapi, muomalasi bilan sizni davolab yuboradi-da. Keyin men ularga juda ham rahmat aytdim. Sizlarga shunchalar rahmat. Meni shunchalik injiqliklarim ko'tardilar. Men juda injiqman-da. Nima desam, xo'p bo'ladi, ya siltash yo'q. Mana shu ko'ksa astroz bo'yicha kelganda oyog'imdan
Menga umuman tushmang dedi, tushmang. Faqat siz yotib bersangiz bo'ldi, ovqatdan molajam hammasi yoningizga chiqadi dedi. Aytganida oldimga olib keladi, yonboshimda massajxona bor, hammasi bor. Shunday yerga o'taman, massaj dichinalarni olaman, asaldan oyoqlarimga surtma, kechqurun qizdiruvchi malhamlari bor, ularni surtdim. Birinchi kunlar ta'sirini sezmadim, shu malhamlarni qizdirishdi-da. Yo'q, aslida kecha kelganimda endi surtyapti malhamni 15 minutda o'zi menga ta'sir qilyapti-da. Ko'rdimki, ancha foydasi bo'lgan. U birinchi kelganimda 1,5 soatdan keyin qizish boshlan edi-da. Chunki demak dedim, nihoyatda oyoqlar shamollab ketgandan foyda bo'lganda endi. Ya Xudoga qatla shukr, yaxshiman. Bu doktorlardan cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Hamisha shu xalq xizmatida hormay, tolmay hamisha ishini bardavom etishini xohlayman. Boshqalarga ham shuni tavsiya qilaman. Shu yerga kelib davolansin. Bitta oyoq bo'yicha emas. Har qanday kasallik bo'yicha ham davosi bor ekan. Davosi yo'q, kasallik o'zi yo'q ekan. Iloji boricha o'zingizdan ham harakat bo'lish kerak-da. O'zi ixlos bilan ishsangiz, hamma narsa sizga shifo berar ekan. Ixlosda gap ko'p ekanda. Shu gaplarim, menga bugun uyimga qaytib ketyapman. Sog' salomat bolalarim bag'riga, kayfiyatim yaxshi.